Xitoy bugungi kunda gen tadqiqotiga eng ko'p mablag' solgan davlatlarning biri. Milliard dollarlik mablag'lar Xitoy Kompartiyasi tarafidan insoniyatning manfaati uchun emas, balki irqiy qirg'inchilik jinoyatining qo'ral sifatida ishlatildi. Genni nazorat qilish nomli doklad Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rni tarafidan DNA to'plash va Uyg'urlarni qul qilib ishlatish masalasi to'g'risida e'lon qilingan. Dokladda Xitoyning Sharqiy Turkistonda sodir qilgan kishilik huquq tafsanchiligi fosh qilingan. Dokladda aytilishicha, faqat jinoyatga chetishlik bo'lgan DNA to'plash sistemasi 2013-yildan boshlab Uyg'ur, Tibet va boshqa millatlarni kontrol qilish uchun ishlatishga boshlagan. 2017-yilga kelganda bu tadqiqotlar tezlashib boshqa rayonlarga kengaygan. Dokladda aytilishicha, texnika shirkatlarining Xitoy hukumatiga bo'lgan yordami nihoyat zo'r ekan. Bu gen kuzatish sistemasining ismi YSTR bo'lib, bu sistema erlarning xormosimida yuz beradigan o'zgacha DNA tartibi tahlil qilingan. Bu usul orqali butkul rayonning DNA xaritasining faqat erlardan to'plagan DNA orqali qurg'ili bo'ladi ekan. Xitoy doiralari ersiya sonliq ma'lumotlarni ishlatib, barliq erlarni digudek nazorat qila oladi ekan va kontrol qila oladi ekan. Oiladagi bir odam qonunsiz ideyada bo'lgan deb qaralsa, uning oilasi va yiroq tuqqanlari chetilib qoladi ekan. Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi, Amerika prezidenti Trumpning Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunining ijrosini vaqtincha kechiktirish haqidagi so'zlarga norozilik bildirdi. Pelosi bayonotida mundaq dedi: "Agar Amerika savdo endisisi bilan Xitoydagi kishilik huquq haqida so'zlamasa, undaqda biz dunyoning har qanday yerda kishilik huquq haqida so'zlash nuqtasida axloqiy afzalligimizni yo'qotamiz." Pelosi tilga ilingan usulning qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini ta'kidlab, savdo kelishimi imzolash uchun davrimizdagi eng og'ir kishilik huquq tafsanchiligiga yo'l qo'yish kishini hayron qoldirdi dedi. Amerika tor taratqusi Aksiyon dushanba kuni Amerika prezidenti Trump bilan o'tkazgan ziyoratning mazmunini e'lon qilgan. Trump'dan Uyg'ur kishilik huquq qonuniga asosan Uyg'urlarni bostirishga qatnashgan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizmaslik haqida so'ralganda, u vaqtincha jazo yurgizmaydiganligini aytgan. U o'zining Xitoy bilan 250 milliard dollarlik savdo kelishimi ustida suhbatlashayotganligini ta'kidlab, "Mening Xitoydan bajo olishim har qanday embargodan texmi yomon" degan. Hindiston bilan Xitoyning harbiy darajalik uchrashishida ikki davlatning talash-tortish bo'layotgan rayondan askar chekindirishga qo'shilganligi xabar qilindi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian muxbirlarga qilgan so'zida ikki tarafning chegarani kontrol qilish masalasida ochiq va cho'nqur fikr almashtirganligini, Hindiston bilan Xitoyning zarur tadbirlarni qo'llanib vaziyatni pasaytirishga qo'shilganligini aytdi. Hindiston armiyasi e'lon qilgan bayonotda Ladakning Moldo rayonidagi qo'mondonlar saviyasidagi suhbatning samimiy, ijobiy va qurilish xarakterlik ekanligi o'tirib qo'yilgan. Bayonotda askarlarning chekindirishda o'zaro o'rtoq tonish hosil qilganligi ko'rsatilgan. Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga Eronga qaratgan xalqaro qurol embargosining yengillanishini talab qilingan bir qaror loyihasi sundi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashining Eronga 13 yil yurgizgan qurol embargosi 2015-yil imzolangan yadro kelishimiga asosan bu yil oktyabrda oxirlashadi. Xalqaro embargosining yengillanishini umid qiladigan Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga sunilgan yangi qaror loyihasida Eronga qurol va munosabatli materiallarni sotish, ta'minlash va yutkashni cheklashni talab qildi. Bu qonun loyihasida yana Eronga boradigan paraxotlarda materiallarni cheklagan davlatlarning muvofiq asosiy bo'lsa, tekshirish talab qilingan. İjtimoiy taraqqi supsi bo'lgan Twitter, Amerika prezidenti Trumpning Washingtondagi namoyishiga qarta e'lon qilgan tweetiga nachar harakat xat kuchini qo'shib, ham bahrilanishini chekildi. Tönögün kechda Trump Oqsaroyning oldidagi Lafayette bog'chasi ichidagi sobiq prezident Andrew Jacksonning haykalini chiqishga uringan va bu rayonda avtonom rayon qurmoqchi bo'lgan bir turkum namoyishchilarga inkos qaytargan. U, "Men sizlarning prezidentinglar bo'ladi ekanman, Washingtonda hargizmi avtonom rayon bo'lmaydi. Agar ular shunda qilmoqchi bo'lsa, ularga kuchli kuch bilan javob qaytarildi" degan.